Assalomu alaykum Farg'ona Biyagum Sekagumuz hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugun 8-mart 2026-yil. Xudo xolasa hamma butun jahon, o'zimiz O'zbekistonda ayollarimizni 8-mart bilan tabriklaymiz. Ularga uzoq umr, sihat, salomatlik, faqat hamisha go'zal bo'lishsin. Shu qatorda biz videomizni olishni boshladik. Kecha Toshkentga berib, sertifikatimiz ham xudo xolasa уже bugun netda chiqar ekan. Uni ham bir videosini olamiz. Inshaalloh Toshkentdan kecha yangi upakovkalar olib keldik. Shularni bir qator ko'rsatib, keyin kartoshkamiz qay darajada rivojlanganini bir qator ko'rsatamiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, mana biz o'zimizning yozuvlarimiz, mana sertifikat nimalarimiz, laboratoriya analiz, mana yangi plombali bo'lyapti hozir. Izlanyapmiz, buni dazmolda chiqarsak, polni plomba bo'lib qoladi. Bunisi 5 litrli, bunisi 10 litrli. Endi hozir ko'k bilan qizil seri tsvet bilan qizil qopqoq bo'lyapti. Mana olib keldik, salkam 500-600 kiloga. Bir qator ertadan razliv qilamiz. Zakazlar boshlandi, xudo xolasa. Hali sifatli mahsulot, sifatli tarada bo'lsa, baribir klientga ham baribir boshqacha ko'rinadi. Hozir bir kartoshkalarimizni bir qator ko'ramiz. Mana hurmatli YouTube kuzatuvchilari, mana 8-kuni mana o'zlaring ko'ringlar. Qaydacha tomir o'tganini. Mana o'zlaringiz ko'rishingiz mumkin. Bugun 8-mart. Mana. Natija o'zlaringiz ko'rishingiz mumkin. Mana. Hurmatli YouTube kuzatuvchilari, tomir o'tganini o'zlaringiz baho beringlar. Xudo xolasa videolarni davom ettirib turamiz. Har hafta, har 10 kunda. Xudo xolasa yomg'ir ham yog'ibdi. Yerini ham xudo xohlasa 3-4 kun ichida chiqib qoladi.